Yaxshimizlar. Bugun yana sirtqa chiqdim. Bugündeki vlog tortishdagi maqsad hech qanday maqsad yo'q. Hech qanday bir alayda temam yo'q. Shu faqat ataganda uyda turib bola qarash zerikishli deb chiqib ketdim. Yana shuning uchun lekin bozorga chiqadigan bir ishim bor. Chunki bozorga chiqishdagi maqsadim kir yuydigan mashina buzilib qoldi. Shuning uchun o'sha yerga kelib surishtirmoqchi shu. Qachon kelib o'ngshapirsizlar, qachon aytsizlar deb shuni surishtirib keldim. Lekin nima uchun buzilib qoldi degan vaqtlarda qiziq bilan aytib beraman. Norvegiyada-chu ballarni-chu qo'yib-qo'yibotnikanda-chu qo'yib qo'ydi-chu sirtqa. Chiqib so'g'aq bo'lsa-mu, yomg'ir yog'sa-mu, nima ishlar bo'lsa, chiqib sirtqa chiqilgan vaqtda zoda sirtqa chiqadi, yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa-mu chiqadi. Shundan bu ballar kiyim bilan teshida o'ynaydi. Oynab yalaqa suv bo'lib qumning usti dumulab ishqilib kiyimlari vayron bo'lib ketadi-chu. Shuning bilan bu men balamninki kiyimini pokiz qiqib etib kirjish mashinasiga saldim deb o'yilgan. Lekin shu ichida liq qum bo'lib bir yo'l tuzli qolgan o'xshaydi. Shuning uchun hozir shu ovoz chiqib faqatlam mangmay. Shuning uchun keldim. Shuning uchun bu gapni degim kelib qoldi. Bek hayron qolman, lekin balamni shamol chiqqan vaqtida, qor yog'ayotgan vaqtda, yomg'ir yoqqan vaqtda yesliga olib berib bo'lib, qalbimda butunlay Doniyorni o'ylayman. Chunki so'g'aq demay teshig'i chiqibmish, dalam qo'yib etdi-da bu ballarni qo'yib etgandeklam kar yo'q. Elaqa ballar teshidagi o'yinchoqlarning ichida yomg'ir yig'ilib qolgan yomg'ir suylarini ichib olishlari bor taxi. Voyjon. Voy mening bolalardan nechiqadim o berib taxi burullarning ichidagi tosh kirib qilib bu qanday kirib qoladi shu toshni o'yim o'z tiqib o'ynamdi. Chiqib başına qiziq ishlar. Shuningcha shu shiji mashina kirjish mashinamizni yasab beringlar deb keldim bu yerga. Uy, mashina to'xtash boshladi, ma qizim yig'lash boshladi. Men ang yaxshi ishtik chiqib ketayjimi. Allah'ım. Oy. Acayip çıba benim bu kızım. Mashina to'xtadi yig'laydi u. Men bozor cho'glayman, cho'glab bo'lib. Lekin azroq men turayotgan shaharlarni azroq ancha-muncha tatib ko'rsatib qo'yaychi bu. Ma'qullansa xo'sh yerkashali. Kichik bo'lmasa bir şey kiydi o mashina. Sajıqlar kitlardı qızlar. Yeni mashina esam to'xtaydi. Men teshik açıqsam to'xtaydi. Yig'laydi bu qiz. Kerak, midildab turish kerak-da bu qiz olish uchun. Voyjon. Shuning bilan bu qizni sovutiga silib, mangdim mana to'xtadi, jimidi. Kirjish mashinasini olgan yerga keldim. Shuningizlar men kelib so'rayman. 5 yillik vaqti bor, 5 yil to'shdimi deb bilmayman. Men üstüge çıksam beni pastga tushgan, so'ra deydi. So'ra deb ketdim. Kirib chiqdim. Yaxshi, hani bo'lsa tushib ketmabdi. 5 yil bo'lgan. Necha yil bo'lib ketdi. Buni og'imizga qat'iy ism yo'q. Hozir kirsam chiqirib deb 4 yil bo'libdi og'imiz qolmashini. Shil qo'yibdik, necha vaqtdan buzilmaymi. Shundan Doniyorning kiyimini juyman deb buzildi. Shuning bilan remontxonaga telefon qilsanglar yosab deydi. Hamda men menga qizlar javob men valay.
yolda müşküllük. İnsan degan aman hül nime, yana deymiz jahon to'kkunlik. O'zimizni tushib qo'yamiz, o'zimizdan qutulmak mushkul. Kar qilolmas bu sug'at davom, manzillarga qilsak tavakkul. Kar qilolmas bu sug'at davom, manzillarga qilsak tavakkul. İnsan degan harmon nima, biz ko'klaymiz shu nima. İnsan degan harmon nima, biz ko'klaymiz shu nima. Deniz asıl bo'lar oqardi, bir talgiya bo'p qolar shpa. Mehkam bo'lsa umid chinari, hayot bizga qiladi vafo. O'zimizni tushib qo'yamiz, o'zimizdan qutulmak mushkul. Kar qilolmas bu sug'at davom, manzillarga qilsak tavakkul. Kar qilolmas bu sug'at davom, manzillarga qilsak tavakkul. Yerim günümde şuna qeyz ötküzüp aldım. Hem berip balamna akıl barman. Bodi balam. Tek yitas. Aşağı taş yapmaya mısınız? Makul o zaman tipe bakışı değil. Size yer kap size bir gene. Eskide oynap bir yerdiniz mi? Kanal teşhide oynap işkin mağazınız kıp kızıl bu küçük. Ocan. Bir gene zaten bek çapsız cumu. Size çık kah berem gidip oynagan tım qaraganda onda emas oxşaydı. Bir gene bek çapsız. Kosunuz bek aşkın oxşaydı bulama. Ocan. Makul emse. Tabak çıkılan az kaldı. Tabak çıksa iyi. Taman hiyallar ara, hicranlarda yürügüm yara. Gündüz tunlar ölmekten mana